Assalomu alaykum. Hurmatli musofir TV'ning obunachilari. Solar hammasi oq formada. Balkalar. Jidida bular. Pasiga 50 santim, 60 santim, 60 santim. Baland 20. Bo'lsa kuchaysa o'zimizniki kuchaysin dedi-ku. Kuchayek bir. Assalomu alaykum. Hurmatli musofir TV'ning obunachilari. Yaxshimisizlar? Buni bugun xudo xolasa betonimizda ham qo'yib boshladik. Bugun 1-aprel. Oxiri betonda ham qo'shtirsa. Qisqacha zorimizni boshlaymiz bugun xudo xolasa. Mana kay. Mixer solar hammasi oq formada. Shular ustiga beton chashiraman. Pagoda bo'lsa bugun вообще udar pagoda bo'lyapti. Buni qilamiz. Okay. Bunday mixerlar juvib yapti. Buniki rollab qilyapti, tekislab rahat qilib. Musofir TV'ning obunachilari like bilan qo'llab-quvvatlab turingizlar, kommentariya yozib, buniki qarang qanday gladki. Udar pagoda bo'lsa ham qor hech yerimaydi bu qor. Kommentariyada niki fikrlaringiz bo'lsa qoldiringizlar. Shu bugungi qisqagina obzor. Balkalar jidida bular. Pasiga 50 santim, 60 santim, 60 santim. Baland 20. 60 ko'pcha bitani bor xudo xolasa. Xeyapmiz. Bugun oxirgi kuni betonda ham quysoq. Inshaalloh nasib etsa keyin следующий obyekt syomka qilamiz xudo xolasa. Bu следующий obyekt Выборг tarafda. Аш Peterdan где-то 170-150 mana shu Belarusdan 150 kilometr ko'rsatyapti-da. Peterdan, Sentrdan, Kudrovo, Yanina taraflardan bor 170-75 kilometrlar. Выборг. Mana sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. O'zlaringizga ehtiyot qilingizlar. Like, podpisatsiya qilib turingizlar. Adosha, shu musofir TV'ni qo'llab-quvvatlab turingizlar. Xudo xolasa kuchaysa ham o'zimizniki kuchaysin dedi-ku. Kuchayek bir. Inshaalloh nasib qilsin. Mayli, sog' bo'linglar.